Muhammad Salim aka, Malibu Premier avtomobili sizga qanchaga tushgan? 25 mingga tushgan, dekabrda olganman. Bilishim bo'yicha buni o'ziga xos tarixi bor. Hozir aytib beraman. Qanaqa olgansiz mashina? Bu mashina o'sha yozda 28-iyul aniq eslayman, 3:05 pozitsiyada tillada 2406 narxdan savdo ochganman. Общий 8000 balans bo'lgan. Uni kuzda yopganman, oktyabr oyida yopganman. Примерно oktyabrda oxirida edi. Общий shunda shotim bilan birga 54 ming balans bo'lgan, ya'ni 8000 dan 54 ming bo'lgan. Bu yerda sof foyda 46 ming bo'lgan, shu summaga olingan. Nomerni ham ko'ryapsiz, uydalarim podarka qilgan. Bu mashina qanaqadir nima desak bo'ladi? Bitta zerkani puliga olingan desak ham bo'ladi. Ya'ni bitta pozitsiyani ushlab, shu pulga olingan mashina. Men uchun bu juda ham qadrli, menimcha auditoriya ham bu narsani juda ham yaxshi bilsa kerak. Siz aytayotgan pribullarni tradingda rostdan ham qilsa bo'ladimi yoki Qilsa bo'ladi. hamma yo'qsa kurs orqasidan oldingiz? Qilsa bo'ladi. U payt umuman kursim bo'lmagan. Undan keyin get kurs ochganman. Unda ubitkaga yurganman, to'g'risi, ya'ni qo'pol qilib aytganda kurs ochib minusga yurgan odam men bo'ldim shekilli. Atak lekin harakat qildim hammani rozi qilishga. Endi men ham tradingda ishlasam topa olaman o'sha mashinaga. Xo'p, 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlasangiz bilmadim-u, atak to'g'ri направление bilan qadam tashlasangiz, xudo xolasa rezultat qilsa bo'ladi по-любому. Bu ish ham обычный ish singari shu vaqtingizni, energiyangizni, pulingizni oladi. Aytgancha bo'ladi. Telegram kanal signal berasiz. Telegram kanalda u darajada signal bermayman hozirgi kunda. Atak lekin aktivga qarab turib, xudo xolasa shuni plan qilmoqchiman. Shunaqa zo'r ekan programma обеспечение. Davay signal ber deganlar chiqdi. Хотя бы kuniga 2 tadan signal tashlab turaman, nasib qilsa kirayotgan pozitsiyalarim.